Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi çeylerideki qarindaşlarım. Hemenlarınki muşu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beştoğrak. Hazır İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki cennet selamı boğan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyen salam bilen birlikte 60. tedbiriyay sin dersimiz mesuliyet iktidarını besip çüdü diyen bir kitap battı. Ne çeptinin yankısı birlikte ügünüp kilovatman kitap. Muşu kitapla birlikte ügünüp çıkımız qarindaşlar. Aldığımız saatte biz inçki tepsilat arqılıq məsuliyyətini namayan qılğılı buludu. Məsuliyyət qəlibə yoki məğlubiyyətni belgiləydi degan dersini birlikte ügendik. Şu babdan aldığımız məzmunlarni ügendik. Bugün şu eşib qalğan şu 5. babdan köngül qoysunuzlar kiçikkina alametdən şu işinin mahiyetini bilələysiz degan mezmunu birlikte günümüz canım dostlar. Onda olsa şu mezmunu ötümüz. Köngül koysunuzlar kiçikkina alametten şu işinin mahiyetini bilələysiz. Rof Sarı'da Munay'nın bir parça sureti saklangan. Bu resimde tasvirlengeni monastırının aşxanasındaki görünüş idi. Surette işlavatqanlar adetteki adamlar bulmasından periştiler idi. Biri asma çöğünde su kaynatıp atattı, yana biri intayın nazik kıyafette su çelikini götürüp atattı. Yana biri aşpezler kişimini kişi bağın bulup, kol uzutup bir taksini almakçı bulup turatdı. Bularning hemmisi turmushdagi adetli ishlar bo'lsa-mu, farishtalar bu ishlarni bütün zihnini qo'yib qilib atadi. Hareketning o'zi bir odamning mohiyatini ko'rsatib berolmaydi. Mohiyatni ifodalaydigini bizning shu harakatni qilayotgan chog'dagi ruhiy qiyofatimiz. Xizmatning ko'ngillik bo'lish bo'lmasligi sizning shu ishni qilayotgan chog'dagi ruhiy holatingiz belgilaydi. Xizmatning ko'ngillik bo'lish bo'lmasligini sizning shu ishni qilayotgan chog'dagi ruhiy holatingiz belgilaydi. Har qanday bir ish bizning qilib beqishimizga bo'libmi ko'ngil qo'yib qilib beqishimizga arziydi. Tibbiy fanlar universitetining professori o'quvchilarga bergan 1-soatlik darsida o'quvchilarga doktor bo'lish uchun yuraklik bo'lish, astoydil bo'lish hammadan muhim deb so'zlabdi-da, arqidinla liqqida suydik qachilangan bir istakanning ichiga barmoqini tiqib, arqidan barmoqini og'ziga tiqibdi. Andin bu professor bu istakanni o'quvchilarga tanglab, ularni o'zi qilgandek qilishga buyuribdi. O o'quvchilarining birining keynidan birining barmoqini istakanga tiqib, andin uni og'ziga tiqib, ko'ngli elishib turgan holatini ko'rib, kulib turib, yaman emas, hammanglar yuraklik ekansizlar debdi. Ammo orqadanlar professorning ko'ngli yerim bo'lib, afsus, hech qaysinglar mening qilganimga astoydillik bilan qarab turmabsizlar. Hech qaysinglar mening ko'rsatkich barmoqimni tiqib, o'ttiri barmoqimni og'zimga salganligimni bilolmadinglar debdi. Professorning o'quvchilarga bunday shaklda ta'lim berishdagi maqsadi ularga tadqiqot va xizmatda odatdan tashqari astoydil bo'lishni o'rgatish ekan. Suydukning ta'minini tetib baqqan har bir o'quvchining bu qitimqi saboqni mangu esda saqlaydiganligiga ishonishga bo'ladi. Amaliyotda shirkatlardami astoydillik bilan ish qiladigan odatni yetildirish zarur. Astoydil ish qilishning qimmati u ijodchanlikqa ega birdan bir qaytalanmaydi.
Verki igilik başquruş asasi nazariyasida alaydı bir narsalar yaratqani yo'q. Ammo uning GE, yani General Electric şirketida 20 yil igilik başquruş amaliyotida yaratgan bir qism inchik tafsilotlar kishilarni bakla qoyil qiladi. Bu inchik tafsilotlar o'z qo'li bilan kichikkina bag'oqcha yezib, uni asosiy qatlam direktoriga, hatto odatdagi xizmatchilarga berish. Universal elektr uskunalari boshqarish xodimidan 1000 kishining ismini yodga aytib berish. Universal elektr uskunalar shirkatida ishlashni iltimos qilgan 500 oliy darajalik unvonga ega kishi bilan bevosita ko'rishish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Dunyoda kishini qoyil qiladigan shirkatlarning ichida texi biror shirkatning xo'jayini bunda qilaligini yo'q. Kundalik boshqarishda inchki tafsilot deganimiz yalg'iz shirkatning turli mashg'ulot belgilarini ko'rsatib qolmay, yana ustining ratlik bo'lishi, kiyim-kechak, yurish-turishning ratlik bo'lishini ko'rsatadi. Odam kuchi boyligini boshqarish jihatda inchki tafsilotlarni ching tutganda kishilarning axloqiy va iqtidorini yakunligili bo'ladi. Satishni boshqarish jihatda inchki tafsilotlarga bo'lgan astoydillik xaridorlarning shirkatning mulozimati bilan sufatiga bo'lgan ta'sirotini cho'nqurlashtirdi. Bularning hammasi shirkat boshqarishining o'ngishli bo'lmasligini belgilaydi. Disney şirketi tomoshabinlar va mehmonlarni a'lo sifatli mulozimat bilan ta'minlab, ularga cho'nqur ta'sir qoldirgan. Ular tekshirish orqali o'ttiri hisob bilan har kuni taxminan 20 bin sayohatchining mashinasining ochqichini mashina ichida unutib qoladiganligini bayqagan. Shuning bilan bog'cha nurg'un chorlag'uvchi xodimini taklif qilib ishlatib, bog'cha ichidagi avtomobil to'xtatish maydoniga avtomobillari to'xtatib qo'yilgan kishilarning avtomobillarini echib berish ishiga mas'ul bo'lgan. Bu ish uchun qulub ochquchiga telefon berishning hojati yo'q. Saqlab turishning hojati yo'q, ham haqmo topshirmaydi. Disney shirkatining mulozimat engida o'z mahsulotiga o'xshashla harakatchan chiroqdek her bir kichik inchik tafsilotlarga alohida e'tibor berilgan. Bu yerda deyilayotgan harakatchan chiroq so'zi amaliyotda Disney shirkat madaniyatining bir qismi. Bu so'z bu shirkat ishlab chiqargan Toshqon Roj degan karton filmda bir kishining ehtiyotsizlikdan chiroqqa putlashib ketganligi, shuning bilan chirog'ining pulanishib ketganligidan kelgan. Bu kichkina loyihaga nihoyatda oz sondagi film ahllari diqqat qilgan. Ammo buningga boshqalarning diqqat qilmasligidan qat'iy nazar, bu Disney shirkatining tijorat engini ifodalab bergan. Aeroplan bilan yo'g'on bir qushdek Tokyo xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Aeroplan yo'g'on bir qushdek Tokyo xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Bir dağlıq avtomobil ishlab chiqarish shirkatining bosh injeneri Gauchao ko'ranligan holda aeroplan pashtiqidan tushishga boshladi. Bu qatimqi safarda uning vazifasi mushkul edi. Avtomobil sohasining kundan kunga pishib yetilishi bilan Gauchao ishlaydigan, ya'ni yaponchasi Takahashi bo'lishi mumkin, shirkat Yaponiyadagi dağlıq markalik pikap ishlab chiqaradigan shirkat bilan to'xtam imzolashni qaror qilgan edi. Onun bu qatimqi safarining maqsadi Yaponiyaning bu shirkatining pikap va zapchas bilan ta'minlash to'g'risida suhbatlashishdan iborat edi. Agar suhbat utuqli bo'lsa, shirkat g'oyat zo'r iqtisodiy foyda oladi. Gauchao 40 necha yoshda bo'lsa-mu, dağlıq avtomobil mutaxassisiga aylangan edi. Yaponiya taraf bu ishga puxta tayyorlik qilib, yosh, iqtidorli ishlarni astoydil bajaradigan muavin bosh lider bilan texniki bo'limining boshlig'i Bayxuyni uni kutib olishga o'rinlashtirdi. Mehmon kutib olishga o'rinlashtirilgan isil pikap aerodrom sirtidagi o'ringa to'xtatib qo'yilgan edi.
Gauchao tamoyundan o'tish rasmiyatlarini o'tab bo'lgandan keyin zaldan chiqib, uni kutib olish uchun chiqqan qo'llariga plakat elib olgan kishilarning oldiga kelib, Bayxuy qatorliqlar bilan ko'rishdi. Sohibxona bilan mehmon o'zaro ko'rishib bo'lgandan keyin Bayxuy o'zi berib Gauchaoga avtomobilning eshigini ochib berdi. Gauchao avtomobilga chiqib bo'lgandan keyin eshikni kuchab yopdi. Eshikning kuchab yopilishidan ovoz qattiq chiqib ketdi. Bayxuy hatto avtomobilning bu qattiq yopilishidan yengil tavrab ketganligini ko'rdi. Bayxuy hayron qilib, safarda harduq yetib qolganlikdan Gauchao apandining kayfiyati yaxshi bo'lmay qolmagandir. Yoki tamoyundan chiqishning tugamas rasmiyatlari uni bizar qilib qo'ymagandir. O bizning aziz mehmonimiz. Uni cho'qim atrofliq yaxshi kutishimiz kerak deb o'ylaydi. Yo'l bo'yi Bayxuy va uning hamrohlari uningga intayin qizg'in muomalada bo'ladi. Mehmon o'ltirgan avtomobil Joshi jamiyati binosining oldidagi avtomobil to'xtash maydonida to'xtaydi. Bayxuy tezlik bilan avtomobildan tushib, ildam minib, mashinani aylanib berib, Gauchaoga eshikni ochib berdi. Ammo Gauchao avtomobildan tushib bo'lgandan keyin yana eshikni qattiq yopib o'tdi. Bu qatim eshik aerodromdagi chog'dagidan bek qattiq yopilib ketdi. O eshikni texmi kuchab yopgandek ko'rinadi. Bayxuy yana gangirab qoldi. Yaponiya taraf urunlashtirgan suhbatdan ilgirki tekshirish intayin jiddiy olib berildi. Joshi jamiyatining bosh mudiri, qo'shimcha lideri Linmo apandim o'zi bevosita uning bilan ko'rishdi. Buningdan Gauchao intayin rozi bo'ldi. Suhbat 3-kuniga urunlashtirildi. Keyingi 2 kunda Bayxuy sohibxonlik sifati bilan intayin do'stona muomalada bo'ldi. Butun kun uningga hamroh bo'lib, onunğa Tokyo'nun dağlıq qadimi asar atiqilari, qaynam taşqınlıqqa to'lgan ko'cha manziralarini, şirketning ishlab chiqarish bazılarını ko'rsatdi. Gauchao bularni intayin qiziqish ichida ko'rib chiqdi. Ammo u o'zi tushgan mehmon saroyiga kelganda avtomobilning eshigini yana kuchab, yepib tushib ketdi. Buni ko'rib Bayxuyning qopiga azroq turilib qoldi. O azroq turib olgandan keyin oxiri Gauchaoga hurmat bilan ta'zim qilib, ehtiyotchanlik bilan uningdim. Gao apandi, o'rinlashtirishimiz ko'nglingizga yoqdimi? O'rinlashtirishimizni chataq yo'qdi. Agar ko'nglingizga yoqmagan bo'lsa, janoblarining kechirib o'tishlarini so'raymiz debdi. Gauchao albatta ularning o'rinlashtirishlaridan intayin mamnun bo'lgan edi. Shunga o, Bayxuy apandi, siz hamma ishni shundoq atrofliq o'rinlashtiribsiz, rahmat deydi. Bu gaplarni qilayotganda Gauchaoning chehridan samimiy gap qilganligi chiqib turibdi. Ammo Bayxuy o'yg'uchimib turib qoldi. 3-kuni kelganda Gauchao o'ltirgan avtomobil Joshi komiteti binosining oldiga to'xtabdi. O avtomobildan tushgandan keyin eshikni yana bir qatam qattiq yepib o'tibdi. Bayxuy limini boshqini tishlab, qo'l ostidagi bir kishiga bir narsalarni topilab qo'yib, Gauchao'ni tashlab qo'yib, bosh mudirning ishxonasi tarafga qarab ketibdi. Gauchao nima ish bo'lganligini bilolmay turganda, Bayxuyning qo'l ostidagi kishi uning orom olish uyiga kirib, o'ltirib turishini aytibdi-da, uningga Bayxuy mudirning bosh mudir bilan so'zlashadigan azroq ishi bor ekan. Sizni mushu yerda azroq kutib tursin degan edi, debdi. Baş mudir ishxonasida Bayxuy intayin keskinlik bilan baş mudir Linmo'ga, baş mudir apandi, bu shirkat bilan hamkorlik to'g'risida so'zlashishni amaldan qoldirsak, faqat bo'lmagandimi keyniga sursak deydi. Linmo tushunmay uningga, nimishqa suhbatlish vaqti to'shayli degan tursa, uni xohlagancha amaldan qoldirsak, samimiyetsizlik bo'lib qolmamdi. Onun ustiga suhbatlashishni rad qiladigan yoki keyniga so'zlaganga hech qanday bahonamiz yo'q tursa deydi. Bayxuy keskinlik bilan, bu shirkatga ishonchim yo'q. Bizning komitetimizning ilgari bu shirkatda qilgan tekshirishlari quruq rasmiyatchilik bo'lib qolgan o'xshaydi deydi. Linmo bu iqtidorli yoshga intayin qoyil edi.
Onundan qandaq deysiz? Deb so'raydi. Bayxo'y uningga: "Necha kundan beri men bu yuqori darajalik injenerga hamroh bo'lib keldim. O her qatim avtomobildan tushganda eshikni kuchab yopadi ekan. Dastlabda uni biror ishga ochiq kelib qolgan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Keyin uning odat ekanligini bildim. Bu uning avtomobil eshigini doim kuchab yopadiganligini bildirdi. O bu danglik avtomobil shirkatining yuqori qatlam xodimi. Uning odatda o'ltirdigini o'zining shirkatining esil avtomobillari bo'ladi. Onun avtomobil ishigini qattiq yepishni odat qilib olganligini, uning shirkati ishlab chiqargan avtomobillarda bir mezgil ishlatgandan keyin sifat masalasi kelib chiqadiganligini, ishikni him etishga bo'lmaydiganligini tushuntirib berdi. Yaxshi avtomobillari mushundaq bo'layotgan yerda odatdagi avtomobillari qandoq bo'lmoqchi edi? Biz pikap bilan pikap zapchaslarini ularga ishlab chiqarishga bersak, tannarximiz tüverlişi mümkün. Ama bu bizning özümüzning markasının yüzünü tökkenlik bo'lmamdı. Baş müdürünün astoydil o'yinni beqishini umid qilaman, deydi. İşni yapqandagi harakat odatdagi bir kichik ish. Turmushda yoki xizmatda bo'lsin, hech kim uningga diqqat qilib ketmaydi. Ammo boshqalarning nazarida odatdagicha bo'lib ko'ringan bu ishni bayxo'y ching tutib olib, uni yanama cho'nqur tahlil qilgan hamda bu odat orqasidagi cho'nqur qatlamliq masalalarni bayqagan. Shuning bilan o'z shirkatini duch kelish ehtimolliga bo'lgan eg'ir ziyon tortishdan saqlab qolgan. Xodim bo'lish sifatimiz bilan bayxo'ydan o'rganishimiz, ishlarni astoydil, ko'ngil qo'yib qilishimiz, ishlashimiz kerak. Astoydillik bilan ish qilish deganlik mas'uliyatchilik bilan haqiqiy ish qilish ruhini, bir kundagi har qanday bir ishni astoydil qilishni ko'rsatadi. Astoydillik bilan ish qilish xizmatdagi har qanday bir inchki tafsilotni qo'ldan bermaslikni hamda shu inchki tafsilotlar orqasiga yushirilgan masalalarni bayqashni ko'rsatadi. Astoydillik bilan ish qilish o'zingning ishini burunqidan yaxshi ishlashni, boshqalardan yaxshi ishlashni ko'rsatadi. Bu xuddi bizning monastirning derizasidan ichiga qaraganimizga o'xshash. Monastirning derizasi to'pachanga to'lgan, intayin tutuq bo'lib, kishiga ma'nisiz, hatto mayuslik ta'sirini beradi. Ammo biz bu suvga atlab monastirga kirganimizda go'zal bir manzara ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Quyosh nuri derazadan kirib, monastir ichini har xil go'zal naqshlarga to'ldirgan bo'ladi. Har qanday vaqtda esingizda bo'lsin, astoydil bo'lsingizlar, andin ishlarning mohiyatiga yetalaysiz. Mas'uliyatchilik inchki tafsilotlardan boshlanishi kerak. Bir kuni bir puti meyit beraylan Petersburg ko'chasida ketib o'tadi. Ayni chaqda piyodalar yo'li bak tayilg'oq bo'lg'achqa, u ehtiyotsizlikdan yiqilib ketibdi. Uning bo'ki shamol uchib berib, udul tarafdagi bir o'g'il bolaning putining yeniga to'xtatdi. Bu o'g'il bola bo'kini kuchab tepib, ko'chaning o'ttirisiga cho'rib o'tibdi. Bu chaqda yana bir o'g'il bola kelib, bu buvayning bo'kini elib ketibdi. Andin uni yulab mehmon saroyiga olib qo'yibdi. Bu chaqda yana bir o'g'il bola kelib, bu buvayning bo'kini elib kelibdi. Andin uni yulab mehmon saroyiga olib qo'yibdi. Bu buvay bu oqko'ngil bolaning ismini so'rab bilibdi-da, uning o'ziga qilgan yaxshiligiga tashakkur aytibdi. Taxminan bir oydan keyin biraylar bu bolaga $1000 chekdan birini elib kelib beribdi. Bu bolaning qilgani odatdagi kichkina bir ish. Mundaqli qilib qo'ysa bo'ladigan ish edi. Ammo uning qilgan bu yaxshiligi uning o'ziga haslanib qaytib keldi. Aq ko'ngillik bilan qilinadigan ish odatda intayin kichik ishlar bo'ladi. Ammo hayotga umidsizlik bilan boqadigan kishilarga eg'ir bir eg'iz yaxshi gap qilib qo'ysangiz,
ularning butkul dunyo qarashida o'zgarish bo'lishi, shu orqali ularni miskinlikdan qutuldirib olishingiz mumkin. Ah ko'ngillik bilan qilinadigan ish odatda intayin kichik ishlar bo'ladi. Ammo hayotga umidsizlik bilan boqadigan kishilarga bir og'iz yaxshi gap qilib qo'ysangiz, ularning butkul dunyo qarashida o'zgarish bo'lishi, shu orqali ularni miskinlikdan qutuldirib olishingiz mumkin. Büyük heykeltıraş Kanova bir katta eserini bütküzey degan vaqtida bir kishi bir yanda onun qarab turibdi. San'atkorning har bir harakati uningga shunchalik oddiy bilinibdi. Shuning bilan o san'atkor shakl uchun menga mushundaq qilib berayotgan o'xshaydi deb o'ylab qopti. Ammo san'atkor uningga bu qilayotganlarim ancha murakkab ko'rinmaydi. Ammo dal mushu qilganlarim iflos taqlidchilar bilan haqiqiy ustuni ayirib beralaydi debdi. Qadrli qarindoshlar, hozir İstanbulda asr namozining vaqti bo'ldi. Biz dersini tugitib undan keyin namozimizni o'qiymiz, canım dostlar. Biz hammamiz olamdan o'tgan Zungli Juunlayning jasorat va parastiga qoyil. Ammo uning kichik ishlarga alohida ahamiyat berib, cho'ng ishlarni vujudga chiqaradigan qobiliyati bizning o'rganishimizga va o'rnak olishimizga arziydi. Ayni yili Nixon davlatimizga ziyoratga kelganda Juunlayning az ko'riladigan bir xil qobiliyatiga ega ekanligini, ya'ni uning ishlarining inchki tafsilotlariga intayin astoydillik bilan muomala qiladiganligini sezgurlik bilan bayqab oladi. Chunki o Juunlay Zunglining kechlik ziyofatda uningga tanlab qo'yib bergan muzikaning dal u yaxshi ko'rib anglaydigan go'zal Amerika ekanligini bayqab qolgan edi. Keyin ziyorat kelib 3-kuni o TikTok va boshqa tantarbiya nomerlarini ko'rib kelishga taklif qilindi. Shu chaqda qor yig'ayotgan edi. Halbuki mehmon ertasi Saddiqin sepilini ko'rib kelmoqchi bo'lgan edi. Juunlay Zungli bu ishdan xabar topgandan keyin birdan yo'qolib ketib, munosabatlik tarmoqlarni Saddiqin sepiliga tutishadigan yo'ldagi yig'inda qorlarni tozalab etishga buyurdi. Juunlay Zungli ishlarni intayin astoydil qiladi. Shuning bilan birga uning xizmatchi xodimlarga qo'ygan talabimi alohida yuqori edi. O taxminan mo'lcharimcha, ehtimol, balkim degan so'zlarni yoqtirmaydi. Bir qatim Beijing mehmonxonasi chet ellik mehmonlarga qatnashadigan bazmiga tayyorlik qiladi. Bazmidan burun Juunlay Zungli mehmonxonaning g'izo tayyorlash ahvolini egallaydi. O bugun kechdagi piranikning qiymasi nima deb so'raydi. Bir xizmatchi xodim ittiqla ehtimol raqtin tayyorlanishi mumkin deb javob berdi. Shuning bilan ishdan chatoq chiqdi. Juunlay uningdan yana ehtimol deganing zodi nima? Agar mehmonlarning birasiga rak reaksiya qiladigan bo'lib chiqib qolsa, oqibatiga kim mas'ul bo'ladi deydi. Juunlay Zungli azaldan ishlarning inchki taraflariga astoydil muomala qilish, kichik ishlarga alohida ahamiyat berish stilini tashabbus qilib, kishilarning madihlashiga erishgan. Turmush intayin kichik ishlarni tarkib topgan. Ammo diqqatimiz kelgusidagi g'oya va ulug'vor nishonlarga qaratilib qoladi. Ko'zga chiqilmaydigan kichkina ishlar ko'zda yerga tushgan bir tal g'azandek hech qanday sado chiqara olmaydigan ish bo'lib qolib tuyuladi. Biz sal qarashga bo'lmaydigan ishlarga, inchki tafsilotlarga doim sal qarab qolamiz. Shunda kichik ishlar keyni-keynidan kelgini tursa, tayyorliksiz qarab qolimizda ularni aldirash-tanash bartaraf qilishga urinamiz. Amaliyotda iqtisodning taraqqiy qilishiga ergishib, kasblashish darajasi kundan kunga yuqori ko'tarildi. Jamiyatning ish taqsimoti borgan sari inchikilashdi.
Atalmış haqiqiy cho'ng ishlar bakmo az uchraydi. Masalan, bir traktorning 5-6 ming dona zapchasi bo'ladi. Necha 10 zavod buni hamkorlashib ishlab chiqaradi. Ford markali bir pikapning necha 10 ming dona zapchasi bo'ladi. Buni 100 dan ortiq shirkat hamkorlashib ishlab chiqaradi. Boeing 747 markali aeroplanning 4 milyon 500 mingdan ortiq zapchasi bo'ladi. Buni ishlab chiqaradigan shirkat texmo ko'p bo'ladi. Shunga ko'p sonli kishilarning qilayotgani kichkina bir konkret ish, oddiy ish, zerikishlik ish. Bu ishlar bakla oddiy bo'lishi yoki bakla ushoq ishlar bo'lishi mumkin. Ammo bu xizmat, bu turmush, cho'ng ishlarni vujudga chiqarishda kam bo'lsa bo'lmaydigan asos. Shunga mayli odam bo'lish nuqtasidan yoki ish qilish nuqtasidan bo'lsin, inchki tafsilotlarga alohida ahamiyat berish, kichik ishlardan boshlab astoydil ishlash zarur. Kichik ishlarni qilishni xohlamaydigan odam g'alaba qozona olmaydi. Boshqalardan ilg'or bo'laman deydiganmiz, har qanday kichik ishni ko'ngil qo'yib qilishimiz kerak. Kichik ishlarni qilishni xohlamaydigan odam cho'ng ishlarni vujudga chiqara olmaydi. Yaponiya Şir Padişah Çiş Çötküsü şirketinin xodimi Jatin Shinsan bir tirik misal. Bir qatim Jatin ishga ulgurib berish uchun aldirab tinib tishini cho'tkilaydi. O'ylamagan yerdan tishi qanab ketadi. Buningdan u bakli xafa bo'ladi. Ishga borguncha kayfiyati yaxshilanmaydi. Shirkatga borgandan keyin Jatin diqqatini xizmatiga markazlashtirish uchun achchig'i hay berdi. O o'zi bilan yaxshi o'tadigan bir qancha hamrohiga bu ishni aytib berib, ularni tish cho'tkilganda tishminikining asonli zaxmlanish masalasini birlikda hal qilishga taklif qiladi. Ularni tish cho'tkilganda tishminikini qanotmaydigan ko'p xil choralarni o'ylab topadi. Masalan, tish cho'tkisining qilini yumshoq bo'lgan molon tukidan yasash. Tish cho'tkilashdan ilgari tish cho'tkisini so'g'ichlab yumishtish, tish pastasini ko'proq ishlatish, tish cho'tkilagandagi sur'atni ostiritish qatorliqlar. Ammo bularning hammasining unumi toza ko'ngildagidek bo'lmaydi. Keyin ular tish cho'tkisining qilini inchkilik bilan tekshirdi. Mikroskop bilan qaraganda bu qillarning uchi ushliq bo'lmasdan balki 4 burchak bo'lib chiqadi. Jatin ko'nglida bu qillarning uchini yumaloq qilib yasasaqli bo'lmadimi deb o'ylaydi. Shuning bilan ular birlikda tish cho'tkisiga o'zgartirish kirgizishga boshlaydi. Tajriba ishlab natija qozongandan keyin Jatin shirkatga rasmiy yo'sinda tish pastasi qilining uchini yumaloq qilib o'zgartirish to'g'risida taklif sunadi. Shirkat rahbarlari ko'rgandan keyin buni nihoyat yaxshi ishgan deb qarab, barliq tish cho'tkilarining uchini yumaloq shaklda ishlashni qaror qildi. O'zgartirish kirgizilgan Shir Padişah markali tish cho'tkisining e'lonining turkisida bozori intayin yaxshi bo'ladi. Setish sommasi tuz siziqni bo'ylab yuqori o'rlaydi. Eng oxirida mamlakat bo'yicha o'xshash mahsulotlar orasida 40% bozorni egallaydi. Jatin odatdagi xizmatchidan bo'lim boshliq o'rniga chiqdi. 10 necha yildan keyin shirkatning bosh mudiri bo'ladi. Tish cho'tkisining yaxshi bo'lmasligi bizga nisbatan odatdagi bir ish. Shunga nurg'un odamlarning kallasiga bu masalani hal qilish xiyoli kelmaydi. Shuning bilan fursatni g'ibli qilib ketib qoladi. Jatin bu kichik ishni bayqabla qolmay, yana bu kichik ishni inchkilik bilan tahlil qiladi. Oxirida o'zini va shirkatidagi barliq kishilarni natijaga erishtirdi. Inchki tafsilotlarni ko'rolmaydigan yoki bu kichik ishlarni ko'zga ilmaydigan kishilar xizmatga astoydil muomala qilib ketmaydi. Ishlarni aplab, saplab qiladi. Bunday kishilarning xizmatdan xushallik tepishi qiyin. Ular xizmatni majburiy qilmasa bo'lmaydigan ish deb biladi. Shunga ularning xizmatga qarata qizg'inligi sus bo'ladi. Inchki tafsilotlarga astoydil muomala qiladigan,
inchki tafsilotlarni tahlil qiladigan kishilar o'z xizmatiga astoydil bo'lib qolmay, yana kichik ishlarni astoydil qiladi hamda o'zi qilayotgan ishlarning inchki taraflaridan fursat izlashga mahir keladi. Bunda kishilar mushxil xarakteri bilan utuq qozonish yo'liga qarab mang'idi. Bir kuni tushdan keyin Yaponiya Tokyo Odaki turlik mallar shirkatining mal sotquchisi patifon sotib olish uchun kelgan bir qizni intayin adab bilan kutib oladi. Mal sotquchi pechiti buzilmagan bir Sony markali patifonni elib berdi. Keyin bu mal sotquchi o'zining xato holda malning avrishkisini bu amerikalik qizga setib berganligini bayqab qoladi. Shuning bilan darhol shirkatning amalli qo'g'dug'uchisiga bu ishni doklad qiladi. Amalli qo'g'dug'uchi tarafga qatirib bu qizni izlaydi, ammo topolmaydi. Direktor bu ishdan xabar topgandan keyin bu ish xaridorning manfaati bilan shirkatning nom obro'yiga berib ketiladigan ish ekan deb qarab, darhol munosabatli xodimlarni yig'ib bu ishni muzokara qiladi. Shu chaqda shirkatdagilar bu qizning ismining Ketish ekanligini, amerikalik muxbir ekanligini bilatdi. Ular yana o qoldirib ketgan bir Amerika tez yetkazish shirkatining nom kartasi bor edi. Mushundaq yipuchiga asosan odaki turlik mallar shirkatining munosabatli tarmoqlari kecha dengizdan yeng izlagandek bu qizni izlashga boshlaydi. Oldi bilan Tokyodagi har qaysi mehmon saroylarga telefon berib izlaydi. Buning hech qanday natijasi bo'lmaydi. Keyin yana xalqaro uzun yo'lliq telefon bilan New Yorkdagi Amerika tez yetkazish shirkatining bosh shtabiga telefon berib surishti qiladi. Yarim kecha bo'lganda ular bu shirkatning qaytarib bergan telefonini qabul qilib, Ketishning ota-onasining Amerikadagi telefon nomerini o'qidi. Orqadan yana Amerikaga telefon berib, Ketishning ota-onasi bilan aloqalashib, ulardan Ketishning Tokyodagi adresi bilan telefon nomerini topdi. Bir qancha odam bir kecha avor bo'lib, jam'i 35 qatim jiddiy telefon berib chiqdi. Sərdə odaki turlik mallar şirketi Ketishga telefon berib, onundan kechirim so'raydi. Necha 10 minutdan keyin odaki turlik mallar shirkatining muavin direktori bilan cho'ng chamadonlarni ko'tarib olgan xodimlar bir kichik pikapga o'tirib Ketishning turalg'usiga bordi. Bu ikki odam uning uyiga berib, egilib ta'zim qilib, onundan api so'raydi. Hamda layoqatli bo'lgan Sony markali patifondan birini onunga berdi. Onunla qo'shib yana danglik naqshi plastinkasidan birini, tortdan birini, yana bir yurish lo'ngini onunga sovg'a qilib berdi. Orqadan muavin direktor ish xotirasini ochib, o'zlarining bu xatoligini tuzatish uchun uning adresi va aloqalashish telefon nomerini kecha qandoq izlab topganligini aytib berdi. Ketish bu ishdan bakla ta'sirlanadi. O o'zining buni setib olishdagi maqsadining birisiga sovg'at buyurma qilish uchun ekanligini, uni olib Tokyodagi cho'ng onasining uyiga elib bormoqchi ekanligini aytdi. O yana mundaq deydi: "Men patifonni elib o'z turalg'imga qaytgandan keyin uning bu mahsulotning avrishkisi ekanligini, qat'iy ishlatkili bo'lmaydiganligini bildim. Shuning bilan qattiq achchig'im keldi. Aldinibdiman deb o'yladim. Shuning bilan darhol Külümsirashning kaynidagi haqiqiy qiyofat degan tanqidiy obzorimni yozib tayyorladim. Hamda atdigandala odaki turlik mallar shirkatiga berib, ularni ayiblamoqchi bo'ldim. O'ylamagan yerdan odaki turlik mallar shirkati xuddi o't o'chirguchilardek tezdan harakatga kelib, bir tal telefon uchun shuncha avori bo'libdi. Sizlarning bu ro'yinlardan bakla ta'sirlandim. O yazgan maqolasini yirtib etib, 35 qatimliq jiddiy telefon berish degan mavzuda maqola yozdi. 35 qatim jiddiy telefon berish degan mavzudagi bu maqola e'lon qilingandan keyin jamiyatda kuchli inkas qo'zg'aydi. Odaki turlik mallar shirkatining bir niyat, bir maqsadda xaridor uchun ishlash ro'yi kishilarni qoyil qilib, shirkatning nomi biroqla chiqdi. Lavzi ilgari mundaq degan edi:
Jahondagi qiyin ishlarni osonlashtirib ishlash kerak. Jahondagi cho'ng ishlarni kichiklatib ishlash kerak. O kasbda natija qozonish uchun ishlarni oddiy tarafdan boshlash kerakligini, inchki tafsilotlardan boshlab qo'l tiqib ishlash kerakligini donolik bilan ko'rsatib bergan. Moshunga o'xshash 20-asrdagi buyuk binokor Miss Van Doren kishilar o'z natijangizni bir jumla so'z bilan ifodalab bering deb talab qilganda, o o'z natijasini alvasti inchki tafsilotlar ichiga yoshirilgan devil in the details degan gap qo'ydayman. Degan bir jumla so'zga yig'inchoqlab bergan. O agar inchki tafsilotlarni ching tutmasangiz, sizgan shirtiyozingiz qanchalik isli bo'lishidan qat'iy nazar, bu aseringiz natijalik asar bo'lib chiqolmaydi deb qayta ta'kidlagan. Shuningdek ko'rilishga bo'ladiki, inchki tafsilotlarning roli va muhimligiga bo'lgan tonish azaldan bor bo'lgan. Davlatimizda chet ellardan bor bo'lgan. Turmushning hamma taraflari inchki tafsilotlardan shakllangan. Agar hamma narsa tartibga solinsa, g'alaba qozonish yoki mag'lub bo'lishni belgilaydigini shu inchki tafsilotlar bo'ladi. Inchki tafsilotlar uchun elib beriladigan kurash eng oxirgi ham eng yuqori raqobat qatlami bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda hozirgi zamon ish taqsimoti bag'ansiri inchikilishib, bag'ansiri kesplashib bormoqda. İnchki tafsilotlarga astoydil muomalada bo'lishni talab qiladigan boshqarish usuli va turmush davri yetib keldi. Shunga o'z mas'uliyatingizni ado qilib, xizmatingizni yaxshi ishlash uchun inchki tafsilotlarga astoydil muomala qiling. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib qo'limdagi bu tadbirga sindirasining 60-sida qo'limdagi bu mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan kitobdan 5-bobni tugatgan bo'ldi. Qadrli qarindoshlar, kitobningki 161 beti tugidi. 62-betida 6-bobningki mavzusi bahonalarni rad qilib, boturlik bilan mas'ul bo'lish degan mavzu bor ekan, jinim do'stlar. Kitap 2009-yili, ya'ni 9 yil burun nashr qilinibdi ekan. 2010-yili 3-oyda besilibdi. Kitap yaxshi bir kitap ekan, qadrli qarindoshlar. Har bir qarindishimizdan o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Bu kitobni ko'paytirib kitobxonlarga qo'yib qo'ydik. Kitobxonlardan setib olsanglar bo'ladi. Yani 5-bobda inchki tafsilot orqali mas'uliyatni namoyon qilg'ili bo'ladi. Mas'uliyat g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi degan bobda buningdan azroq mas'uliyatsizlik qilishmo zo'r badal to'lashga majbur qiladi. Mas'uliyat inchki tafsilotlarda ifodalanadi. Xizmatda kichik ish yo'q. Ko'ngil qo'ysingizlar kichikgina alomatdan shu ishning mohiyatini bilalaysiz degan mazmunlarni 5-bobda birlikda o'rganib o'tdik. Endi 6-bob bahonalarni rad qilib, boturlik bilan mas'ul bo'lish degan bobda kasb maydoni azroq mas'uliyatsizlikni sig'dirolmaydi. Ondan keyin hech qanday bahonam yo'q. No excuse degan West Point'ninki bir kitobi bor. Aşı maktabni tushundiradigan. Shunga aloqador mazmunlar ekan bu. Mas'uliyat mendili to'xtaydi. Natijaga mas'ul bo'lish. Yaxshi qilg'ili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Faqat mas'uliyatsiz odamlar bor. 7-bobda mas'uliyat aloyidlikni yaratadi. Buningdagi mazmunlar mas'uliyat aloyidlikning harakatlantiruvchi kuchi. Mas'uliyat natijaga kafolat qiladi. O'zingizni boshqalar o'rningizda bosolmaydigan xizmatchiga aylantiring. Mukammal xizmatni, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'tash orqali yaratqili bo'ladi degan mazmunlar 7-bobda. 8-bob eng oxirgi bob bu.
Məsuliyyət hayatdaki neticelerinin ulu. Bunundaki 4 məzmun tema siz özünüz üçün xizmət qiləsiz. Məsuliyyət ruhi sizni aldınqı qatağa ötküzüdü. Məsuliyyət şan şərəf deməkdir. Şirket bilen təqdirdaş buluş degan məzmunlar bu məzmunlarni nemish qilsalar bilan o'rtaqlashyaptimi degan vaqtida qadrli qarindoshlar Qur'oni Karimninki dastlabki 5-dan, ya'ni Sura Baqaraning 5-dagi 10-oyatni o'qiydigan bo'lsak, masalan 5-dan Elif lam mim zalikal kitabi la rayba fihi hudal lil kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimunas salata ve yuqimunas salata Arkasından tutup kaldım. Hele hudellil muttaqin. Aşı 5'deki ayette yani muttaqin degan gap bu yerda mas'uliyatchan degan gap. Yani eğer siz mas'uliyatchan bo'lsangiz, bir ishga mas'ul bo'lsangiz, inshaalloh mas'uliyatni to'liq ado qilsangiz, Alloh sizni hidoyat qiladi degan gap. Yani aşındaq odamlarga hidoyat kitobi bu degan gap. Çünkü bu kitabın okushdaki maqsadim, yani başka bir ayette mi sizlarninki en keremlik bo'g'ininglar, en taqvodor bo'g'ininglar degan bir ayet var. İnsanların işide eğer selishtirgan chaqda uni faqat uning mas'uliyatchanligi bilan selishtira olamiz degan ma'no chiqadi bundan. Shunga bu Xitoyning yozgan kitobi bo'lsa-ma, ammo hammasi o'xshashli inson bu yerda mas'uliyat degan narsani yaxshi tushunishimizga yordamda bo'lgan bir kitap degan maqsadda bu kitobni sizlarga o'qiyotimiz, birlikda o'rganish qilyapmiz, qadrli qarindoshlar. Kelar soatlik darsimizda 6-bobni birlikda o'rganamiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.